uchun Moskva shahrida olingan patent bilan Moskva oblastida, Sankt-Peterburgda olingan patent bilan Leningradskiy oblastga kiruvchi hech qaysi hududda ishlab bo'lmaydi. Demak, bir shaharda olingan patent ikkinchisiga o'tmaydi. Biroq chet davlat fuqarosi ikkita patent rasmiylashtirishi mumkin. Ham Moskva shahri, ham Moskva oblastida ishlashi mumkin. Agar patentingizda boshqa shahar ko'rsatilgan bo'lib, o'zingiz boshqa joyda ishlayotgan vaqtingiz tekshiruv o'tkazilsa, tegishli hududda noqonuniy ishlayotgan hisoblanasiz va 7000 rublgacha jarima bilan birgalikda Rossiyadan majburiy jo'natish yoki Rossiyaga 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatga kirish taqiq etilishi bilan javobgarlikka tortilasiz. 2016-yildan boshlab patentda ish lavozimi albatta ko'rsatiladi. Patentda ko'rsatilmagan kasb bilan ishlash mumkin emas. Aks holda xuddi patentda ko'rsatilgan hududdan tashqarida ishlagani uchun qo'llaniladigan jazo 7000 rublgacha jarima bilan birgalikda Rossiyadan majburiy jo'natilish yoki Rossiyaga 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatga kirish taqiq etilishi bilan javobgarlikka tortilasiz. Patentning amal qilish muddati 1 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatga beriladi. Ya'ni patent bilan muhojir Rossiyada 1 yil ishlashi mumkin. Patent 1 yil ichida oydan oyga soliq to'lovini to'lanishi bilan uzaytiriladi. Patent to'lovini birdaniga bir necha oyga to'lab uzaytirish yoki har oyda to'lab uzaytirish mumkin. Rossiyaning har bir subyektida patent uchun to'lov har xil narxda amalga oshiriladi. Patent to'lovini bir kunga ham kechiktirib bo'lmaydi. Bir kunga bo'lsa-da to'lovi kechiktirilgan patent migratsiya xizmati bazasida avtomatik ravishda bekor qilinadi. 1 yil tugagach patentni chegaradan chiqmay uzaytirish ham mumkin. Agar chet davlat fuqarosining hujjat muddati 1 yilga yaqinlashib tugay deb qolgan bo'lsa, chegaradan chiqmay yangi patent olishi mumkin. Patentingizni haqiqiy ekanini amal qilish ma'lumotlarini Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi saytida bilishingiz mumkin. Patent olish qiyin jarayon emas. Kerakli ma'lumotlarni o'rganib, iloji boricha o'zingiz patent rasmiylashtirishingizni so'raymiz. Agar umuman qo'ldan kelmay qolsagina chetdan yordam so'rang. Sizga yordamlashayotgan tashkilot haqida izoh va sharhlarni o'rganishni unutmang. Aldanib qolmang. Siz viza talab etilmaydigan davlat fuqarosisiz. Chegarada aeroport, temir yo'l vokzali, chegara postlarida sizga migratsiya varaqasi beriladi. Unda albatta kelish maqsadingiz rabota deb belgilang. Rossiya Federatsiyasiga kelgan kuningiz sug'urta rasmiylashtiring. Rossiyaga kelgan kuningizdan boshlab 7 kun ichida turar joyingizdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Ya'ni registratsiya qildiring. Agar Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, registratsiya qildirishingiz uchun sizga qonunan 15 kun vaqt berilgan. Kelganingizdan keyin 30 kun ichida patent qilishingiz kerak. Agar 30 kun ichida patent olish uchun tegishli organlarga ariza topshirmagan bo'lsangiz, shtraf to'lashingizga to'g'ri keladi. Patent olishga hujjatlar 30 kundan kechikkan bo'lsa, jarima 500 rubl. Agar jarima to'lasangiz, hujjatlarga qo'shib jarimaning ham chekini topshirish kerak bo'ladi. Demak, patent olish uchun qanday hujjatlar topshiriladi va nimalar ya'ni tibbiy sug'urtani Rossiyada qancha yashamoqchi bo'lsangiz, shuncha muddatga rasmiylashtirishingiz kerak. Pasportingizni tarjima qildirib olishingiz kerak va soliq xizmatidan inini olishingiz. Hammasi tayyor bo'lgach, ularni migratsiya xizmati, ya'ni FMS yoki Rossiya davlat xizmatlarini ko'rsatish markaziga olib borib topshirishingiz kerak. Hujjatlaringizni topshirgach, agar biror hujjat yetishmayotgan bo'lsa, sizga yana nima olib kelishingiz kerakligini aytishadi. Agar hammasi joyida bo'lsa, nomingizga patent rasmiylashtirilishi so'rab ariza yozasiz. Ariza blankasini o'zlari berishlari kerak bo'ladi. Demak, arizani to'ldirib bo'lganingizdan keyin qachon barmoq izlarini topshirish va rasmga tushish uchun kelishingizni o'zlari aytishadi. Va albatta eng muhim narsa, patentning 1-oyi uchun to'lovni to'lab qo'yishingiz kerak. Agar o'zingiz qayerda qanday to'lashni bilmasangiz, hujjatlarni topshirayotgandan so'rang. Sizga to'lash uchun avtomat qayerdaligini ko'rsatishadi.
Avtomatdan foydalanishni bilmasangiz maslahat so'rang, yordam berishadi. To'lab bo'lgach chekni tashlab yubormang, saqlab qo'ying. Rasmga tushib barmoq izlarini topshirgandan so'ng 10 kun o'tib patentingiz tayyor bo'ladi yoki patent ololmasligingiz borasida rad javob beriladi. Tayyor bo'lgan patentni olish uchun 1 oylik to'lovni to'laganingiz haqida chekni taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Patent olgandan so'ng ish topib ish beruvchi bilan mehnat shartnomasini tuzishingiz va u shartnoma nusxasini migratsiya xizmati xodimlariga taqdim qilishingiz kerak. Bu uchun sizga qonunan 2 oy berilgan. Ish beruvchingiz esa migratsiya xizmatini chet davlat fuqarosini ishga olganlik haqida boxabar qilishi zarur. Undan keyin esa patent to'lovini vaqtida belgilangan kundan 1 kunga ham kech qolmay amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Agar patent to'lovi 1 kunga kechiksa ham avtomatik tarzda hujjatingiz bekor qilinadi. Har oy patent to'lovini to'laganingiz haqida cheklarni saqlab qo'ying. Birortasini tashlab yubormang. Va shuningdek boshqa hujjatlaringizni ham vaqtida muddatini yangilab